Xo'p, bular soniga 10 ta aka, haqiqiy sora aka. Bor qo'y aka. Nimaga desiz aka? Stop gapirib beradi, stop biroz liniyasi bor bu qo'ylarda. Toza mi? Toza ha, mi? shunday Qarang, sifat qarang aka. Dumbani Sifati ham joyida aka. qanaqa qilib video qilamiz? Ketishdi-yu. Haydab chiqaman aka bo'lsa. Shunaqa qilaylik. Chiqira. Mana chiqishyapti va nari eshikdan ketishyapti. Unda 10 million 500 ming pul. 12,5 million degani. Ana. 12,5 million. Ya 12 million deb qo'ysiz endi. Orqaga qaytish yo'q-ku. Ha, bo'pti aka. Mayli, og'zimdan chiqdi, mayli, beraveraman. 12 million. 12 million. Mana bahor kelganiga ham 14 kun bo'libdi. Yangilik faslida yangilik yaratganimiz yo'q. Bugundan boshlab xudo xolasa har bitta qo'yilayotgan videoda 100-layk bosgan odamga 100 ming so'm kartasiga tashlab beriladi. Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli Chorvaga Barak kanali obunachilari va bizning kanalni muntazam kuzatib borayotgan tomoshabinlar. Bugun hafta kunimizga juma. Hammalaringga Saidul ayyom juma muborak bo'lsin deya 14-mart kuni biz turgan joy Toshloq tumani Devo tekstil oldida Abdumajid akamiz xonadonlariga kelganmiz. Assalomu alaykum. Shurajon aka, ayyomlaringiz bilan aka. Rahmat. Sizmisiz? Sog'ligingiz charchamasdan. Bugun bir 3 partiyami? Ha, 3 partiya. 3 partiya qo'ylarimiz bor deb shuni chaqirdilar. Hozir video syomkalarni boshlayapmiz. Xo'p, birinchi partiyamizga nechta batta soniga? 12 10 ta. Aka kirib Bular hammasi sparsmen shekilli, ya? Sparsmen. Haqiqiy usori qo'yildi. Ketishdi. Qo'ylarimizni qaytarib olamiz, ketib qolishdi. Mana qaytarib olib chiqyapmiz qo'ylarni. Xo'p, bular soniga 10 ta aka, haqiqiy usori aka. Hali chachishi bas aka. Bir dona ko'kidan, bir dona sarig'idan, qo'yalari kashdan to'g'ri. Qara qo'ylar uzun. Ko'cha yopib keldingmi o'sha yoqqa, aka? Nihoyat ochiqqa. Mardonga yopib. Bu tomonga yopib chiqib olayotganmiz davraga. Oyoq qo'llarini ko'rishsin. Shu ko'kiga bitta lak bosib qo'yinglar, hurmatli obunachilar. 100-lakka 100 ming so'm boraman. Buni esdan chiqarmaymiz. Hammalar faol bo'lishlarini so'rab qolamiz bunda. Xo'p, bitta o'lchaylikchi bo'ylarini, bir nimalarini ko'raylikchi, sharoitlarini. Qo'ylar qani. Bu garvan o'zlaridan ham qani aka. Toza qo'ydi aka. Haqiqiy usori aka. Bor qo'y aka. Nimaga desiz aka? Stop gapirib beradi, stop biroz liniyasi bor bu qo'ylarda. Toza mi? Toza mi? Prosentli liniyali qo'ylar. Asha Ro'shan aka ham qo'yadi. Hali sarala olib kelib sotdi-yu. Ha. O'shani Bollaridan. Ro'shan fermer akani qo'ylari ekan. Toza uzunligi ham toza, eni otasi ham zo'r. Endi dummas kichkinasini ushlabsiz. Qani bo'yini o'lchashini? Bo'ylani chiqar. Qo'ylar ham solyapti, yotib olyapti. Bo'yini o'lchab ko'rish primerni oyog'i qish. 80 ga boryapti. 80 ga boryapti. Endi aytibdi, mana shu dummas chiroyli bor ekan, shuni tushing. Mana qorani. Mana bu yomon ekan, mana. Hammasi bir-biridan. Hammasi bir-biridan go'zal. Buni qaranglar, dummas. Qo'ylar bor aka, pardoz qilingan yo'q. Qaranglar, mashalloh. Taralgan yo'q. Ketdi yana. Mana akam qo'ydi qani aka. Mana oyog'im ushladingizmi? aka, qo'ydi qani aka. Mana shuni Qani sifat qani aka. Dumbani Sifati ham joyida aka. Bular pardoz qilingan yo'qda, tabiiy turibdi aka. Tabiiy holatda. O'zi ham videolar ham tabiiy bo'lib ketyapti. Anaqa qulayapmiz, ba'zan anaqa qulayapmiz. Xullas endi bitta qo'rat aka, boqqondan maza qiladi aka. Quloqlari ham butun ekan-a? Quloqlari butun. Quloqlari butun ekan. Qurbon hayitga boqaman deganlarga mana tavsiya qilib qolamiz. Endi qo'ylarda o'zi ko'rinib turibdi. Mana shu ko'kda ham ushlash kerak-da. Mana shu boshqa narsa ekan-a? Kelgan odam bor-ku, tabiiy ko'rgan odam kampi to'laydigan qo'ylar aka. Haqiqatdan sifati joyida aka. Maqtashga loyiq qo'zilar ekan. Mana boqsiz, mana shunaqasidan boqing. Mana ko'k qaranglar mana. Mana aka. Ana. Bir-biridan sifat, bir-biridan go'zal. Tavsiya qilib qolaman. Videoda qanaqa ko'rinyapti bilmayman. Mana ko'kni ham dummasini qaranglar. Mashalloh. Aka, xudo xolasa kuzga borib hammasini pulini mashq qilib beradi ko'kcha. Qo'yanlar tekinga qoladi aka. Ko'kni puli o'lar kuzga borib aka, voyasi yetsa. Qo'zilar haqiqatdan ham bir qo'ran olib boqaman deganlarga tavsiya qilib qolamiz. Endi pulini ayting, pulini. Aka, pulini aka, dangani aytib ko'ra. Yopishtirib ayting endi. 3 million 400 ming so'mdan berilsin beri. 3 million 400 ming? Ha, 34 million bo'ladi. Kuzga borib shu ko'kni puli bo'lib qoladi, xudo xolasa.
Endi videoda qanaqa chiqyapti bilmadim aka. Tabiiy ko'rgan odam uni maza qiladi, tomosha qiladi aka. Qo'zilar zo'r ko'rinyapti. Boqqan Videoda ham, arziydi o'zi aka. ham haqiqatdan ham udar narsalar aka. Bunaqa o'rtacha qo'ydi bolalari bas. Enotalar tayin ko'rsatib qo'yaveramiz enotasini aka. Endi 34 dan men jichi yumshating. Video davomida o'tib bering. Qayeriga? Aka 33 million berishadi aka. 33 dan. Ha, 33 dan beraman aka. Aha. Ammo momola kelsa enotasini ko'rsatib desa, ovora ko'rsatib qo'yaman. Enotasini. Barakasini bersin. 3 million mana 300 ming so'mdan qadrli obunachilar yana o'zlaring bemalol aloqaga chiqib kelishaverasizlar. Ichida bitta, ikkita olaman sizlarni alohida qilib video qilib berishaveradi. Tanlab olaverasizlar. Endi tanlashga kelishasizlar. Balki arzonroq bo'lar, balki qimmatroq bo'lar, aqni kelishasizlar. Xudo xolasa endi 10 tani bir joyga olaman deganlarga shundan 3 million 300 ming so'mdan ekan. Bo'lmasa bu partiyalarni olib kirib, kengisini olib chiqaveramiz, video cho'zmaymiz. Qani haydaychi shaqqa ko'raylik, qana yuradi. Bu tomonga kirgizamizmi? Abot. Bo'laver. Qo'zilar qaraydi. Bo'pti. Mana bu qo'rayapman. Meni bu qo'ra bo'shu. Undan chiqarmaysan, u chekada qo'rayapman. Mana hurmatli obunachilar, qo'raga kirish jarayonlari qo'zilarimiz ko'ringlar. Sekin. Sekin hayda, o sakiraveradi o'sha yerda. Kirishlarni qarang bularni. Mana aka, mana sizga yoqqan mashhur qo'chqor ketyapti aka. Ha, ana ashiydi menga yo'q ekani mana mashiydi, bunga qarayman. O'sha mashhur musobaqaga chiqqan qo'chqorlar aka, ana chiqib ketishgan. Olib kelavering qo'ralarga bularni. Aqlliligini qarang aka. 10 tasi mana qo'raga kirdi. Telefon qilganlarga shunday masjiddan chiqariladi, yuklab yuboraveradi. Xudo xolasa. 2 dona ashlarni egizakchi bir jup aka. kichkina qilib berganidan ham bor ekan mana. Ha. Bular nima sog'liqmi boshqa? Sog'liqcha ukovi ham aka, egizak. Hali birinchi partiya chiqaringlarni hammasi qo'chqor. Qo'chqor, ular qo'chqor, ular sog'liq. Jinsini so'ramabmiz, qo'chqormi? Qo'chqor aka. Ular hammasi qo'chqor. Ular sog'liq. Ha. Ikkovi egizakmi? Egizak, ha, bitta enani bolasi. Ikkovi egizak ekan mana. Bir jup olib boqaman deganlarga mana 2 dona qo'zilaridan. Ashlar partiyasidan uchun maydaroq ekan bu ona. Xo'p, buni enasi qoldi. Buni puli necha pul endi? Aka, buni 3 million 200 ming. 1 million 600 dan. 1 million 600 mingdan, ha. 1 million 600 dan 3 million 200 ming so'm bo'lsa mana beraveramiz. Bular tutib bo'ladimi keyin ishqilib har doim telefon qilib qolsa? Ha, quvib yurishimiz aka. Quvib yurishadigan holatlari mana. Birorta yosh bolaga 10 chaqda tezlikka to'p olishar. Ha, xudo xolasa. Igrushka ekan mana. Bemalol olib Ramazonda sovg'a sifatida beraverasizlar nevaralargami, o'g'illargami. Bo'ldi, 3 million 200 ming so'm picha xayri bor. Telefon qilishlar arzonroq qilib beramiz. Kim aytgani bo'lmasin, ha, o't beramiz. Egizaklarni olib chiqyapmiz. Enasi bilan. Xo'p, mana hurmatli obunachilar, hayo enasi bilan. 3-partiyamizga hayo enasi bilan. Endi enasi bilan egizaklarimiz ekan. Enasi nechinchi tug'ishi? Aka, ikkinchi bolasi mana shu. Ikkinchi bolasi ekan. Bittasi qo'chqor, bittasi sog'liq aka. Bolalari ama yaltiroq simjun. Yaltiroq simjun. Otasi bisor bo'lgan, enasi chorqirov qo'y bo'lgan aka. Chorqirov degan zotga mansub qo'yimiz, otasi Hisor ekan qo'zilar. Endi mana shu ko'chatlarida endi asosiy. Enasi ham bor 3 vazn 80 kilodan kam kelmaydi aka. Enasi nima? Ha. Qanaqa qilib video qilamiz? Ketishdi-yu. Haydab chiqaman aka bo'lsa. Shunaqa qilaylik. Chiqinglar. Mana chiqishyapti va nari eshikdan ketishyapti. Xo'p. Buni endi quvlab bugun anaqa kun ekan aka. Bugun aka o'sha bu mayit to'siq edi. Terak kesiluvdi, tepasiga tushdi-da. Ha, ashuna sharoit qilib bersalar ekan. Endi xudo xolasa endi qo'yxona qilinadi yani. Ha, xo'p. Enasining ikkinchi tug'ishi. Ha. Ikkovi bolasi ham qo'chqor sog'liq. Ha, bittasi qo'chqor, bittasi sog'liq. Emishini ham ko'rsatib qo'ying. Enasini bo'yi ham bir 80 diametrda chiqaverar ekan-a? 85 ham to'g'ri aka. Ha, 85 mi? Katta qo'y ekan. 85 diametrda ekan. Xullas buni endi pulini aytavering mayli. Puli aka qochirmasin, dangal aytib qo'yaman. Qochib ketdi endi qochirmasin aka. 7 million 200 ming. 7 million 200 ming so'm bo'lsa, qani o'zi? Nartonga chiqdi. Muzday aytaman aka, qo'yxonani ichi muzday. Salqin mazza ekan-da. Salqinligi uchun
kirib olishyapti. 7 million 200 deng, men 7 million ham deng. To'ppa Bo'pti, to'g'ri. 7 million berishsa mayli, dastavka qilib beraman. Ana 7 million so'mga yana dastavka qilib berar ekanlar. Ana orqalaridan quvlab yurib video qilyapsiz, hurmatli obunachilar, sizlar uchun mana. 7 million so'mga vodiy bo'ylab Toshkentga doğru dastavkasi ichida. Yana bormi? Bor yana. Olib chiqib qo'yinglar. Xo'p, hurmatli obunachilar. Nechinchi partiya bu? 4-partiyami? 4-partiyamizga 4 ta bo'g'oz qo'ylarimizni olib chiqdik mana. Mana bittasi qachon? Birinchi tug'ish shekilli, ha? Mana shu birinchi tug'ma 2 yashar. 2 yasharmi, uchovchi? Uchova chori bo'lgan aka. Ular ikkinchi tug'ishga Ha, bo'g'oz. ikkinchi, uchinchi bolalar aka. Yolg'on gap bo'lmasin aka. Ikkinchi, uchinchisiga bo'g'oz Uchinchisiga qo'ylar. bo'g'oz, ha. Bular necha oyda endi bo'g'ozi? Bular aka oldi bezlashib qolib, mana yelina, o ko'rinib turibdi. Ko'ryapsizmi aka? 1-2 oyda atrofida tug'adi endi. Ha, 2 oyda atrofida tug'adi aka. 2 oyda atrofida tug'ilgan bo'g'oz qo'ylarimiz 4 ta soniga yoshlari 2 yashardan 6 yashargacha. Birinchi, ikkinchi, uchinchi tug'ishga bo'g'oz qo'ylarimiz. Xo'p, bo'ylari 75, 80, 85. Aynan 75 bilan 85 ta o'rtasida qo'ylar. O'rtasida, ha. O'tda kichikroq bor ekan, o'shtasi kattaroq yana. Ha. Endi to'rovini bitta narxini ayting yopishtirib. To'rovini aka. Aha. Aka 12 millionga bo'lsa berib yuboraman aka. 3 million so'mdan. Ha, 3 milliondan bo'ladimi o'shanda? Ha. Ha, shu uchovi kattasi 10 million bo'lsa, nari esa 2 million. million. Unda 10 million 500 ming pul. Ha, 12,5 million degani. Ana. 12,5 million. Ya 12 million deb qo'ysiz endi. Orqaga qaytish yo'q-ku. Ha, bo'pti aka. Mayli, og'zimdan chiqdi mayli, berib yuboraman. 12 million. 12 million. 3 12 milliondan million deb turib, hozir matematikaga tushib. aka, qarang, shansi bor, og'zimdan chiqdi aka, mana foyda qilib berdi, narxiga ketdi aka. Og'zimdan chiqib ketib qoldi, mayli. 12 million Ro'zan so'mga kunda mayli, ha. so'rov bir joyga ketdi mana. Keyali lak bosganga nima dedingiz? 100 ming so'm 100 ta lak bosganga 100 ming 100 ming, ha? Aha. 20 ta yaxshi, zo'r qilib kommentariy yozsa aka, 200 ming so'm men beraman aka. Sizdan ham. Mendan ham 200 ming so'm ketdi aka. Bo'ldi mana. Komment yozganga ham, komment yozganga tashlaverasizlar, lak bosganga agar atilgan anaqaga borsalar ham marraga albatta tashlab beriladi karta raqamingizga. Bo'lmasam keyingi partiyani chiqaramiz. Bo'ldi aka. Xo'p, mana hurmatli obunachilar, 5-partiyamizga Bitta qo'chqor, bitta qo'chqor, 3 ta sog'liq. 3 ta sog'liq qo'yamiz. Hammasi kirib olyapti o'sha yoqqa aka. Mana shu kirib olishyapti, endi mana shu yerdan olib quvib chiqib. Mana shu yoqqa o'tkazib olamiz salqinda, ha. Bu soyada ham ko'rishsan, xalqimiz. Soya salqinda ham, ha? Bo'ldi, vaqt chiqib ketdi. Bu ham chiqdi. Egiza ham chiqib ketdi. Egiza ham chiqib ketdi. Chayilib ketdi videolarimiz ham, qo'shilib, aralashib ketdi. Qanaqa qilamiz endi? Haqqoniy ketyapti aka, haqqoniy ketilyapti. Videomiz haqqoniy bo'lyapti. Demontaj, necha bo'lyapti. Endi naqa chiqib ketdi. Ha, yoqamiz. Mana shu yerda olinaveradi aka. Ha, bo'laveradi aka. Bugun o'zi quvlab yuradigan kun ekan, orqalardan. O'sha yerda. Xo'p, buni shundan chiqarib yuboraman. Kesib qilinmasa, tabiiy chiqsan aka. Tabiiy. Ha, shundan ketilaversan aka. Bo'ldi. Bitta qo'chqor, 3 ta sog'liq. 3 ta sog'liq, ha. Necha oylik atrofida bular? Bular aka bir 7 oy, 8 oylik, 7 oylik atrofida-da. 7 oy, 8 oy. Qochaygan mahalliga keldi aka, qo'ylar. Qo'chqori ham o'zi bilan ekan-a? Ha, qo'chqori ham ichida aka. Qo'chqori ham o'zi bilan. To'rovini. Qiziq, puli ham yengil aka. Ha, puli arzondan Puli arzondan aka. Chekkali qo'chqor ekan-a? Ballog'i bor qo'chqorim. Qo'chqorga balloq taqib berishdi, qizlarda balloq yo'q ekan. Balloq yo'q. Xo'p, buni narxi necha pul endi to'rovini? Aka, dangal aka 10 millionga o'sib beraveramiz. 2,5 milliondan bo'ladi. 2,5 million so'mdan to'rovi bir joyga 10 million so'm bo'lsa, dastavkalar bo'ylab ichida Toshkentga ham yetib. Toshkentgacha o'qib beramiz. Toshkentlik olmasa kerak bu qo'yda, olaveradi. Ha? Hayna o'g'la nasib. Olaveradi, xudo xolasa qattiq misol. Nasib qilgan bo'lsa, olaveradi. Aytiladi, qiz bola Palohmon toshi deyiladi aka. Qayerga borsa o'sha yerga boriladi. To'g'ri. Xo'p, bo'lmasam videolarimiz tugadi. Hurmatli obunachilar, videolarimiz yoqqan bo'lsa bittadan like bosib, ana aksiyamizda faol ishtirok etsalar, 100-lik bosgan odamga shunday screenshot qilib Telegramga tashlaysiz. 100 ming so'm kartingizga uzog'i bilan 5 minut ichida tushadi. 20 bosgan, 20-chi komment yozgan odamga mana bu yerdan 200 ming so'm. 200 ming so'm karta raqamiga tushadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kunlaringiz xayrli va barakatli bo'lsin.